Vatandan kelgan uçurlar. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda yangidan qayta tarbiyalash va mengi yuvish harakati boshlagan. 2021-yili 3-oyning 23-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan xabarlarda bildirilishicha, G'o'ljidagi bola yutib ketish, ishki a'zolar o'g'irlanib jasadning tepilish voqeasidan keyin Uyg'ur jamoatlarining inkosi tufayli Xitoy hukumati Sharq Turkistonda yangidan qayta tarbiyalash va mengi yuvish harakati boshlagan. 15 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan Uyg'urlarni majburiy siyosiy o'rganishga qatnashtirish qaror qilganligini va qayta tutqun qilish boshlaganligini ilgari surgan. 6 martdan boshlab el diyorida cho'ng tutqun boshlangan. Vatanimizning boshqa shahar noiyalarida bir oylik o'rganishga majburiy tizimlash ilib berilgan bo'lib, o'rta va oliy maktab o'quvchilari, Uyg'urlardan bo'lgan davlat ma'murlari bu tizimlashga kirgizilmagan. Har qaysi ma'muriy organlarning bu qatimqi tutqun harakatining bexatar, unumli ilib berilishi uchun har qanday dam olishni amaldan qoldirib, xuddi 2017-yildan 2020-yili Xitoy virus boshlang'ichi davomlashgan. Bir kun 8 soat ishlab uyga qaytish. Ikkinchi kuni 24 soat idora qilib ishlash tuzumi asliga keltirilgan. Xitoy ishg'oliyatidagi Sharq Turkistonda ishchi xizmatchilarning maoshi o'stirilgan. 2021-yil 3-oyning 23-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurlarda bildirilishicha, Xitoy Uyg'ur elidagi barliq ishchi xizmatchilarning maoshini 3-oyning 2-kuni uqtirish tushirib, barliq o'qituvchilar va hukumatning maosh olganlarning maoshini o'stirgan. Pensiyaga chiqqanlarning maoshi o'smagan. Bu qatimliq maosh o'stirish eng ko'plariga oyda 900 so'mdan qetilgan. Sharq Turkistondagi Xitoylarning Xitoy bu rayonni yurgizayotgan siyosatlardan bak norozi bo'lganligi, tugmas cheklamalar, bo'libmi yo'qimni bana qilib hozirgi Xitoy o'lkalardan bo'lmagan maska taqash, haftada bir tekshirish qatorliq ishlar sababli Xitoylar ichida norozilik kuchli bo'lgan. Shu sabab bilan Xitoy maosh o'stirgan. O'sgan maosh 2021-yil 1-oy taqitlanib, to'liqlanib, 3 oylik maosh jug'lanma qilinib, 3-oyning 9-kuni tarqatilgan. Xitoyning muavin bosh ministri Wang Yang yaqin Sharq Turkistonda ziyoratda bo'lgan. 2021-yil 3-oyning 23-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurlarda bildirilishicha, bu yig'inda Xitoyning bosh ministri Wang Yang yaqin Sharq Turkistonda ziyoratda bo'lgan va Uyg'urlar bilan ko'rishganda alohida qizg'in bo'lishga tirishgan. Uyg'urlar bilan ko'rishganda virus sababli bu rayondagilarning zo'r tirishchanlik ko'rsatganligini va markazning buni unutmaydiganligini nuqtaliq ta'kidlagan. Bu ziyorat Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyat paketlarini yo'qotish va xalqaro ziyoratchilar uchun soxta sahna hozirlash tayyorlik bilan munosabatli bo'lishi mumkin ekan. Xitoy hozir Urumchi shahridagi to'siqlarni ep tashlagan bo'lib, buni madaniyatli shahar bo'lishining talabi uchun shunday qildik deb tushundirgan. 10 yoshdan tuvan Uyg'ur bolalar mahallada butunlay Xitoycha so'zlaydigan bo'lib ketgan. 2021-yil 3-oyning 23-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurlarda bildirilishicha, 10 yoshdan tuvan Uyg'ur bolalari mahallada o'ynasa butunlay Xitoycha so'zlaydigan bo'lib ketgan. Bundaq bolalar ota-onalari, urug' tuqqanlari Uyg'urcha gap qilsa Xitoycha javob qaytardi ekan. Ham ba'zi gaplarni tushunmaganlikdan ota-onasiga davlat tilida so'zlar deydi ekan. Xitoyning 2016-yildan bu yangi bostirishining qanchalik razil va qanchalik unum berganligini Uyg'ur sabiylaridan ko'rib olg'ili bo'ladi ekan. Amerika, Kanada, Angliya Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirishni oxirlashtirishga chaqirdi. Reuters agentligining 22-martdagi xabariga qaraganda, Amerika, Kanada va Angliya dushanba kuni Xitoyning Sharq Turkistonda elib borgan bostirish sababli ayblagan. Bu uch davlat tashqi ishlar ministrlari birlashma bayonot e'lon qilib, Sharq Turkistonda azob-uqubat chekayotganlarga adolat talab qilganligini bildirgan. Amerika va uning ittifoqdoshlari Xitoyga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Siyosat gazetining 22-martdagi xabariga qaraganda, Amerika, Kanada, Angliya va uning Yevropadagi ittifoqdoshlari dushanba kuni Uyg'ur musulmonlariga qaratilgan irqiy qirg'inchilik harakatiga munosabatli deb qaragan bir qancha Xitoy amaldorlariga jazo yurgizganligini e'lon qilgan bo'lib, bu jazo Amerika va Xitoyning yuqori darajalik amaldorlarining Alyaskadagi jiddiy uchrashuvidan keyin elib berilgan. Amerika bu qitim Sharq Turkistondagi ishlab chiqarish va qurilish Bingtuan partiya komitetining kotibi Wang Junning bilan jamoat xavfsizlik idorasining mudiri Kim Mingodan iborat ikki Xitoy amaldoriga jazo yurgizgan bo'lib, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik bilan bevosita munosabatli bo'lgan bu ikki Xitoy yer shari Magnitskiy qonuni bilan jazoga tortildi ekan. Xabarda yana Angliya, Kanada va Yevropa ittifoqining Xitoy Kommunistik partiyasining bu vahshiyligiga qarshi har xil jazo yurgizayotganligini tilga olgan. Xitoy uchun jasuslik qilgan tadqiqotchi qo'lga olindi. Amerikalik Yahoo xabarlar torining 19-martdagi xabarlariga qaraganda,
Xitoy harbiy ishlar axborot xodimi Shimoliy Atlantik Ahdiy tashkilotining tadqiqot o'rnida dengiz usti va dengiz osti paraxod tadqiqoti bilan shug'ullangan bir institutsiya fuqarosini taklif bilan jasuslik ishlatgan. Bu jasus o'zining tadqiqoti bilan institutsiyada dong chiqargan tadqiqotchi Tarmo Kochis bo'lib, oldingi hafta ayblanib 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Institutsiyadagi jasuslik qarshi turish organi Kaponing muavin direktori va ta'limning yuqori darajalik amaldori Aleksandr Tutsining bildirishicha, Kochis 2018-yil Markaziy harbiy ishlar komiteti Birlashma xizmatchilar bo'limi Xitoy axborot idorasi tomonidan jasuslik qilingan bo'lib, jasuslik qilgan mezgilda NATOning maxfiyatligini oshkorlashga ulgurmagan. Xabarlarda ko'rsatilishicha, Kochis 2018-yildan 2020-yilgacha Shimoliy Atlantik Ahdiy tashkilotining dengiz osti tadqiqot markazining muavin raislik xizmatini o'tagan. Uning bu qilmishi Shimoliy Atlantik Ahdiy tashkilotining tarixidagi eng chong jasuslik harakati hisoblanadi ekan. Blinkenning ogohlantirishidan keyin Amerika-Xitoy savdo munosabati to'qinishi. Amerika CNN to'rining 19-mart xabariga qaraganda 18-mart Amerika-Xitoy yuqori darajalik amaldorlarining tunji qatimliq yuzturan uchrashuvi Alyaskada o'tkazilgan bo'lib, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Amerikaning qonun tuzumini asos qilgan tartibdan qo'llaydiganligini bildirgan va Xitoyning Sharq Turkiston, Tayvan, Hong Kong qatorliq rayonlardagi qilmishlarining Xitoyning ichki ishlar emasligini o'ttirib qo'ygan. Buningga chidamagan Xitoy Amerikani Xitoyning ichki ishiga aralashishidan ogohlantirgan va Amerikaning o'z obrazini o'zgartirish kerakli ekanligini ta'kidlagan. Amerikaning davlat ichi muqimligini masxar qilgan. Yig'in nihoyat kaskin ilib berilgan bo'lib, Xitoy amaldori egilik huquq, bexatarlik va yadrolik manfaatlarga aloqador masalalarda biz hech qachon murassa qilmaymiz va savdodan chekinmaymiz deb bildirgan. Turkiyadagi Uyg'urlar Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining Turkiyaga ziyorat kelishiga qarshi keng ko'lamda namoyish o'tkazdi. 25 fevral Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Turkiyaga ziyorat keldi. Bu munosabat bilan Turkiyadagi har qaysi tashkilotlar va xalq ommasi Xitoy elchixonasi oldida va Beyaz maydonida Xitoyga qarshi norozilikni ifodaladi. Egilishicha, Wang Yining Turkiya ziyorati 2 kun davomlashgan bo'lib, kuzatuvchilar Wang Yining bu qatimliq Turkiya ziyorati Uyg'urlar uchun yaxshi ahvol emasligini bayon qilishmoqda. Turkiyadagi Uyg'urlar Xitoyning eng zo'r tahdidiga duch kelgan sari Xitoyga texnik qaysarlik bilan izchil qarshi turishi Uyg'urlarning kurash engining zo'r darajada o'sayotganligining, zulmga bosh egmaydigan mardonligining Uyg'urlar orasida qaytadan bosh ko'tarilayotganligining ifodasi ekan. Volkswagen shirkatini boykot qilish harakati davomlashmoqda. Sharq Turkiston yoshlar guruhi tomonidan o'rinlashtirilgan dunyoga donglik Volkswagen mashinasozlik shirkatini boykot qilish harakati Yevropa, Kanada qatorliq davlatlar va rayonlarda bir necha haftadan beri davomlashayotgan bo'lib, Sharq Turkiston yoshlar qurultiyining bosh kotibi Dilyar Musabayning bayon qilishicha, bu harakatning maqsadi zulmga yantayoq bo'layotgan Volkswagen shirkatining Sharq Turkistonda qurgan shirkatini taqitish maqsad qilgan ekan. Bu xildagi harakatlar Uyg'urlarning zulmga qarshi turish irodasini texim kuchaytirmoqda. Shundaqla har qaysi dunyoviy shirkatlarning Xitoy bilan hamkorlashib Uyg'urlarni ezishga yantayoq bo'lishini to'sishga muhim rol o'ynaydi ekan. Xitoyning nazorat ostidagi hayot. 25 fevral kuni Amerika Hudson instituti Xitoyshunos Kai Street Matterning Xitoyning nazorat ostidagi hayot nomli asr to'g'risida suhbat o'tkazgan bo'lib, suhbatga Kai Street Matterdan boshqa Uyg'ur kishilik huquq projekti raisi advokat Nuri Turkal apandimi taklif bilan qatnashgan. Kai Street Matter kitobida Xitoyda hokimiyat yurgizayotgan Xitoy Kommunistik partiyasi haqida to'xtalib, Xitoy Kommunistik partiyasining sun'iy aqldan va boshqa texnologiyalardan eng yuqori ravishda foydalanib, o'z hokimiyati ostidagi 1,5 milliard xalqni qanday kontrol qilayotganligini yo'ritib bergan. Suhbatda germaniyalik jurnalist Xitoyshunos Kai Street Matter o'z kitobidagi mazmunlarni va Xitoy haqidagi tushunchalarni bayon qilib, bunlarni o'tirib qo'ygan. Xi Jinping 2012-yili taxtga chiqdi. U taxtga chiqqandan keyingi 2016-yilgacha bo'lgan 4 yil vaqt ichida Xitoyga ko'plagan o'zgarishlarni olib keldi. Bu jarayonda Xitoyda yuz bergan ishlar hammamizni hang-tang qoldirdi. Xi Jinping 2016-yildan e'tiboran biz biladigan Xitoydan tamoman farqli bir Xitoy davlatini barpo qildi. U hammamiz o'sh ko'radigan yangi shaklga diktator tuzumini barpo qildi.
Xitoy 1989 yildagi Tianmen qirg'inchiligidan keyin o'z xalqiga muqim yo'l belgilab, Xitoy xalqini siyosiy nuqtadan aktivlashmaslikka, aksicha xohlagan ravishda pul topsa yoki iste'mol qilsa bo'ladiganligiga yetaklab, xalqni mushu ravishda idora qilish yo'lini tutgan edi. Bu yo'l toki yaqinqi yillargacha davomlashgan bo'lsa-mu, Xi Jinping o'z huquqini mustahkamlab olgandan keyin siyosiy sohadan eshib, fuqarolarning iqtisodiy, ijtimoiy hayotini o'z xohlagan ravishda kontrol qilishni kuchaytirdi. Mohiyat nuqtasidan aytganda, Xitoy raisi Xi Jinping Xitoyning yangi rahbari emas, u Mao Zedongning dal o'zidir. Mao Zedongni hammamiz bilamiz. Xi Jinping boshqalarni kontrol qilish ishtiyoqi kuchli bir g'ayri to'ralma. U kishilarni kontrol qilishga erisma. U bir turkum yangi texnologiyalarni qo'llanib, Xitoy xalqini muayyan darajada bostirdi. Biz huquqning eng yuqori chekda markazlashish o'rnakini Xi Jinpingdan ko'rdik. Bilganingizdek, Xitoy partiya kontrolidagi davlat. Xitoyni Xitoy Kommunistik partiyasi bir qo'lliq kontrol qildi. Xi Jinpingning qilgani Mao Zedong davridan keyingi tunji qitim to'liq diktatorlikdir. Xi Jinping 2017 yili biz dunyo markaziga qarab ilgarilayapmiz. Xitoyning aql parasitini dunyoga yaymoqchimiz deb so'zlagan edi. Uning so'zlari Kungzi Laozi ideyalarini emas, Leninizmning hokim mutlaq mizon, qimmat qarash va prinsiplarini chiqish nuqtasi qilgan. 2017 yilning beshida Xitoy o'zining texnologiyada dunyoga boshlamchi bo'lganligini jar soldi. Öz ichida bo'lsa sun'iy aqldan foydalanib, Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni va boshqa yerlik millatlarni bostirdi. Sharq Turkistonni Xitoy o'zining razillatcha bostirishlarini va yuqori darajali texnologiyani tajriba qilgan bir tajribaxona deyishga bo'ladi. Xi Jinping Mao Zedong davridagi 1950-yillardagi bostirishning yangicha shaklini olib keldi. Ideologiya jihatdan shundoq bo'ldi. 21-asrda Xitoyning olib kelgani raqamlik Leninizm bo'ldi. Xi Jinping byurokrat rejimni raqamli texnika, sun'iy aql orqali yanglab, byurokratlik darajasini o'stirmoqchi bo'ldi. Buni vujudga chiqara olishda dastak bo'lgan narsa boylik manbasi va puldan iborat. Manbasiz hamma yerda qulluqi bor Xitoy Kommunistik partiyasining nazarida yoshirin holatda terrorist bo'lib qilishimiz mumkin. Kai Streetmatining mazkur kitobi 2019 yili nashrdan chiqqan bo'lib, uning kitobi nashr qilinib 2 yildan keyin Hudson instituti bilan o'tkazgan bayonlari Xitoyning qilmishlarining mohiyatini to'g'ri ravishda suratlab berishning, fojia ichida yashayotgan Uyg'ur millatining to'g'ri tadbir belgilab, Iroqni ko'rarlik bilan yo'l tutish jihatda intayin muhimligini his qildirdi. Yetkaning hikoyasi. Yetkaning tarixini qarindoshlarımızın ko'pinchisi azdır ko'pdir bo'lsin biladi. Yetkaning tarixi haqida to'rlarimizda hozirgacha yetkidek uchurlar bo'lg'achqa, bu yerda tarixning texi ancha ma'lum bo'lmagan parchalar haqida so'zlaymiz. Siz Yetkaning o'zini ko'rmagan bo'lsangizmi, rasmini ko'rgan. Undaqda uningga diqqat qilib qarab baqqanmi? Uning o'ng va so'l taraflarining teng emasligiga diqqat qilganmi? O'zingizga savol qo'yib baqqanmi? Bizning hikoyamiz dal mushu nuqtani cho'r degan holda so'zlanadi. Uyg'ur binokorligida bu tipdagi qurilishlar odatda ikki tarafi teng, ya'ni simmetrik holda selinadi. Halbuki Yetka bir o'rnak bo'lishga loyiq qurilish bo'lishiga qaramay, uning ikki tarafi bir-biriga jipislashmaydi. Yetka qovuqining o'ng taraf munarg'i bo'lgan orliqi, so'l taraf munarg'i bo'lgan orliqidan ko'rinarlik uzun. Bu qurilishni loyihlagan me'morlarning diqqatsizligi yoki boshqa sabablardan bo'lmasdan, odamni o'yga soladigan bir oddiy voqea bosh me'morni, Yetka jamoasini mana shundoq tasarlashga majbur qilgan. Yetka milodi 1942-yili kichik bir masjid altida maydonga kelgan. Hozirgi ichki masjid ashu dastlabki qurilishning o'rni deb qaraladi. Saidiya sulolasi davrida Yetkaning hozirgi ko'rinishi maydonga kelgan. Hijriyaning 944-yili, ya'ni milodiy 1558-yili Qashqar hokimbegi Obul Hodibek masjidni kengaytib, jamiga aylantirgan. Ayni chaqda hokimbegning buyrug'i bilan Yetkani loyihlagan ustalar qurilishning ikki yiqini tang qilib sizgan bo'lsa-mu, qurilish boshlashda qiyinchilikqa yo'liqqan. Jamining so'l tarafida o'ltirishliq bir tul ayol bo'lib,
uning uyi jamianing bir bulungiga to'g'ri kelib qolgan. Munosabatli xodimlar ko'p tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, uyning egasi bo'lgan tul ayol uyning o'rnini berishga unamagan. Xodimlar to'lamni ortiq berish, tahdid silish vositalari bilanmi u ayolni ko'chirib yetolmagandan keyin bu da'vo cho'ngib Qashqar qozisining oldiga borgan. Qashqar qozisi tul ayolning islomdagi va Uyg'ur an'anasidagi huquqiga asosan toki ashu ayol rozi bo'lguncha uyning cheqilishini cheklagan. Qashqar hokimi bilan tul ayol o'ttirsidagi bu cho'ng da'voda qozi hukm chiqarib, hokim tarafni tul ayol egiligidagi uyning tomlariga tilla chaplab chiqib, qanchalik tilla bilan tomlar to'ssa, shuncha tillani uyning haq qilib ayolga berishga buyurgan. Lekin bu hukmmo asli maqsadi ko'proq pul elish bo'lmagan ayolni yanada rozi qila olmag'achqa, qurilishni yana kechiktirishning o'rniga ustalar boshqa chora o'ylab, oxiri hitkaning oldi so'l tarafini qisqaroq loyilab turib, keyin to'liqlash maqsadida hozir biz ko'rgandek salgan. Shunisi keyingilar hitkani necha qatim remont qilgan bo'lsa-mu, ammo shu chaqda silingan holatini davomli saqlab qolgan bo'lg'achqa, hitka tariximizdagi nurg'un ishlarning guvohchisi bo'lgan abadiylik qurilish bo'lib qolgan. 4-500 yil burungi jamiyat bugungilarning nazarida hozirgidek qonun tuzumlar nisbatan kuchli bo'lgan, inson huquqlari ko'proq ta'kidlanadigan adil jamiyat bo'lmasligi mumkin. Shunisi adolat nuqtasidan olganda necha yuz yil ilgirki Uyg'ur jamiyati Xitoy idora qilayotgan Uyg'ur jamiyatidan ko'p adil edi deyishga haqqimiz bor. Qashqarni taraqqiy qildirish nomi ostida millionlagan Uyg'urning qarshiligi va xalqaro jamiyatning inkoslariga qaramay, Qashqardagi necha yuz ming Uyg'ur uylardan majburiy ko'chirib etilgan, necha yuz yillik tarixga ega uylar cheqib tashlangan. Bu ikki ish o'rtasidagi farq naqadar zo'r. Amdilikda bo'lsa, Uyg'urlarning an'anaviy uy joylari va masjidlari ochiq-oshkora cheqib vayron qilindi. Manju imperiyasi bu zaminni ishg'ol etgandan tortib, bu yo'qotishlar davom qilib kelyotdi. G'arbiy Turkistonda, Samarqand va Buxorolarda hozirgacha saqlanib qolgan ajdodlarimizning tavarik qurilishlari nima uchun bu zaminda saqlanib qolmadi? Texmi ko'p bo'lishi kerak edi-ku. Etka haqidagi bu hikoya Qashqar tarixiga oid ba'zi kitoblarga kirgizilgan. Qiziquvchilar bu hikoyani hozirgi tangsiz tuzum ostida yuz berayotgan nurg'un ishlarga selishtirib baqsa bo'ladi. Biz insonlikni va insonning qadr-qimmatini hammaning ustiga qo'ydigan millatning avlodlari. Etka haqidagi bu hikoya bizga mushu ideyani yo'rtib berdigan nurg'un hikoyalarimizning biri faqat. Tariximizning bir qismi bo'lgan qurilishlarning yo'qotilishi bizni qayg'uga soladi. Ammo madaniyatga boy ro'yimiz mavjudli bo'ladi ekan, kelgusida bu qurilishlarni qaytadan yana sola olamiz. Bulup hoş gezer, cahonni tushunish aqli bizda bor. Nimishqa uxlaymiz tortishib qora atrofga, qora atrofga. Sizlardan nimani kutdi ko'zlar, mehnat safarida qolsin izimiz, mardonlar harakatda gapni oz so'zlar. Dostum sana gapim bor, qayerdan kelding sen, qayerga mongding? Yo'qmidi mung'bushib mang'or hamroyim? Qaysi bir havasning o'tida yonding? Qora atrofga, qora atrofga. Sizlardan nimani kutdi ko'zlar, mehnat
himmat safarida qolsin izimiz mardona harakat gapni oz so'zlar biz boshliq dunyoga vapor ishtida shodlik va qayg'uga bo'lib xo'sh kezar jahonni tushunish aqli bizda bor nemishqa uxlaymiz tarqishib qo'rak qaro atrofga sizlardan nemani kutdi ko'zlar himmat safarida qolsin izimiz mardonada harakat gapni oz so'zlar ey do'stim amastur mong'ining borsi kelmas yo'l g'oyisi o'xshashlar tepishar yo'lda mang'ayli quyoshni nishonlab udul